Assalomu alaykum aziz do'stlar, Abrorbek Raimov kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz Toshkent Sergeli mashina bozoridan, Matizlar qatoridan, Matiz narxlaridan bo'ladi do'stlar. Video boshidan like bosamiz, kommentariyada yaxshi fikrlarni yozib qoldiramiz. Kanalga obuna bo'lmasdan tomosha qilayotganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yamiz. Birin-ketin ko'rsatib ketaveramiz do'stlar. Bilaman, hozir quyida keltiriladigan muammolardan hech bo'lmaganda ikkitasi sizda bor. Gijjalarni yo'qotuvchi katta qorni borlarga maxsus massajyor apparatlar, bo'g'im og'riqlari, revmatizm, artrit, poliartrit, osteoxondroz, bo'y pastlik, buyrak, jigar, oshqozondagi yallig'lanishlar, protein, kreatin, geyner, aminokislota kabi barcha turdagi sport ozuqalarini sof savdo onlayn magazini orqali topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Hop, egalari qani buni desak, egalari yo'q. Hozir egalarini topib ko'rsatamiz. Bitta mashinachida bitta egasi bor ekan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? YouTube'ga ko'rsatib ketsa bo'ladimi? Nomerini ko'rsatmay faqat. Mashina nomerini. Bo'ldi. Yili nechida mashina? 2014 3400 so'm. 2014 3400 deyapsiz. Kraskalar qanday aka? Eshigida bor, Ikkita eshigida bor, qolgan joylar toza. Gazi bormi? Gazi bor. Metani bor. Mashina nomer tushib qolmasin deyaptilar, shuning uchun ko'rsatamiz. Metalik Matiz. Tepa bagajlari bor. Metani bor. 160 ming yurgan. 3400 narxi. Deflektorlar qo'yishga. $280 ming yurgan, aqqa noto'g'ri ko'rsatilgan ekan. Gazi bor, konditsioner bor. Matiz Mix 90 979 97 77 95 35 35. Aka rahmat. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? YouTube'ga ko'rsatib ketsa bo'ladimi aka? Matiz Best so'raganlarga 4 porshili motor, metan gazlarimiz bor. Yili nechida aka? 12. 2012. Balolar yaxshi turibdi. Kraska bor. Probek qancha bo'ldi aka? 340 ming yurgan. Narxini qancha deyapsiz? Narxini 3300 so'rayapmiz. 3300 kami bor. Kam bor. Faqat naqdmi yo, variant ham berasizmi? Naqdga oldi sotdi faqat. Faqat naqdga oldi sotdi, keyin ham bermaysiz. Telefon nomeringiz aka? 90lik. 90lik 123 123 23 11 23 11. 11. Rahmat aka. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'raveramiz bemalol. Bu yerda endi Matiz chakalar bor. Matizni narxi ham to'g'ri unaqacha arzon emas. Olaman deganlarga bo'ladi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? YouTube'ga ko'rsatib ketsam bo'ladimi aka? Bo'ladi. 2009-yil do'stlar. 3 porshili motor, mashina benzinda, gaz yo'q. Balolarimiz holati yaxshi turibdi. Aka, kraska qanday edi? Chaqa bor, strashniy joyi yo'q, ha? Chexol poliklarimiz bor. Tak, 3 kurik yurgan ekan. 3 kurik bo'lgan salonimiz. Mashinaning orqadan ko'rinishlari do'stlar. Narxi qancha aka? 2008. 2008. 2600 chi aka? 2008 600 ga berilmabdi. 91 165 18 87. Aka rahmat. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ko'rsatsa bo'ladimi aka? 2008 do'stlar, metalik svet Matiz. 2008-yil. 3 porshili motor, metan gazlari bor. Balolar ham yaxshi turibdi. Chexol poliklar bor. 234 ming probek bo'lgan ekan. Salonimiz. Metan gazlari bor. Kraska qanday aka? Padibka sepilgan tomdan pastiga.
Strashniy mana DTP bo'lmaganmi aka? Videosi bor. Udar yo'q, buni oldingi videolari bor. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxi 2800. 2800 kami bor. Bir ikki so'm o'tib berasiz. Faqat naqdmi yo varianti ham bo'ladimi aka buni? Faqat naqd, o'zi arzon deysizda. Telefon nomeringiz? Yozib qo'ying 1880. 1880 yozilgan, ha? Xo'p. Yozilgan ekan nomerlar, hozir ko'rsatib qo'yaman ma'lumotlarni. 91 165 1887. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib, savdolashib aloqaga chiqib boraverasizlar do'stlar.